Endi tort pishirmaslik uchun hech qanday bahonalarsiz o'tmaydi. Bor yo'g'i 20 daqiqada hech qanday pech va duxovkalarsiz skоворodkada tort tayyorlaymiz. Bismillah deb tuxumimizga shakar solib, mikser yordamida oppoq ko'pik bo'lgungacha ko'pirtirib olamiz. Mikseri yo'q qilib vechikdan foydalanish mumkin. Ketidan sut, sariyog', kakao, un, razrıhlitel vanillinimizni elab olib, однородный massa bo'lgungacha yaxshilab mikserlab olamiz. Shunaqa suyuqlikdagi massa hosil bo'lishi kerak. Massamizni 4 qismga bo'lib olamiz. Skоворodkamizni tagini ozgincha yog'lab, massamizni quyib olamiz. Menda har doimgidek Vikolina tovalari umuman tagiga oldirmaydi, yopishib qolmaydi. Ko'rishlarimiz taxminan 5 daqiqa atrofida pishib chiqadi. Zubachizga tiqqaningizda quruq chiqsa pishgan bo'ladi. Ko'rishlarimiz sovigungacha kremini tayyorlab turamiz. Muzdagi qaymog'imizga muzdek suvshonli moloko, vanillinimizni solib, kremimiz quyilgungacha mikser qilib olamiz. Ko'rishlarimizni sut yordamida propitka qilib, krem bilan to'yintirib chiqamiz. Ko'rsh krem qilib ketma-ketlikda qo'yib chiqamiz. Eng usti qavatiga ganaj quyib yuboramiz. Ganaj retseptini opisaniyaga yozib qoldiraman. Ustini xohishga qarab bezatamiz. Men yagodalardan foydalandim. Biroz xolodilnikda turgandan keyin kesib dasturxonga tortamiz. Qaranglar qanaqa yumshoqqina bo'lib chiqqan. Bu tortni skоворodkada tayyorlaganimga hech kim ishonmadi. Bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'ringlar. Retsept yoqmasa like bosib, yaqinlaringiz bilan bo'lishib qo'ying.